Namoz nima u? Namoz nima u? Buni endi ta'riflash qanchalik oson bo'lsa shunchalik qiyin-da. Namoz bu borliq. Bir so'z bilan aytish mumkin bo'lsa, namoz bu najot. Najotga keling deb bekorga chaqirilmaydi. Najot ya'ni qutqarilish uchun, mag'firat uchun, abadiy rohat uchun bu imkon. Bundan buyukroq bir najotimiz yo'q. Namozdan ulug'roq bir imkonimiz yo'q. Namoz bu zulmat ichra nurdir. Bu borliq. Hattoki namoz uchun Alloh taolo bizni yaratgan deb ham o'ylab qolaman. Asli namoz uchun. Namoz endi shu qadar katta tushunchaki, uni ibodat deb aytadigan bo'lsak, endi ibodat bu yanada ko'p narsalarga imkon ochadi. Ko'p narsalarni ta'riflash uchun. Yurish turishimiz, fikr va xayolimiz, amallarimiz, muloqotlarimiz, munosabatlarimiz hammasiga agarki to'g'ri yo'lga solinsa, u ibodatdir, namozdir. Mashalloh. Yaxshiyamki namozimiz bor. Namozsiz hayotda tasavvur eta olmayman. Yaxshiyamki namozimiz bor, subhanalloh. Usiz hayotni tasavvur etib bo'lmas. Namozga yetganlar dunyodagi eng baxtli insonlar. Namozsiz odamlar nimasi ham bor. Alloh ibodatda hammalarimizni qoyim qilsin. Namozga muhabbatni har bitta insonning qalbiga joy etsin Robbim. Namoz go'zalda muhabbatdir. Namoz men uchun shaxsan aytadigan bo'lsam, bu meni sevimli yorim, ayolim rashk qilsa arzigudek haqiqatda meni yo'ldoshim. Namozsiz hayotni tasavvur etib bo'lmas. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalomga dastlab 50 mahal namoz buyurilganda Alloh taolo shunday qoldirsa ham bo'lardi. Ya'ni Alloh shu darajada mukammal, hikmatli, buyuk zotki, Payg'ambarimiz alayhisalom qaytib kelishlarini ham bilgan. Alloh hamma narsalarni biladi. Hattoki bizni chapga o'ngga yurishimizni ham taqdir qilib yozib bo'lganda. Shu darajada biz o'ylaymizki, hozir bundoq qilsam bundoq bo'lardi, bundoq qilsam bundoq. Ikkala yo'lni ham, ikkala yo'lga ketganda nima qilib taqdir o'zgarib ketishgacha Alloh taolo biladi. Ana shu 50 mahaldan 5 mahalga oxiri tushirilganda Alloh taoloning rahmatini ko'rasizki, ya'niki 5 mahalga ham 50 mahalni savobini beraman degan. Qarang-a. Shunday qoldirsa ham bo'lardi. 50 mahal ham qoldirsa bo'lardi. 5 mahalli ibodatni savobida qoldirsa bo'lardi. Nima endi bu yerda bizni egilib turishimizda emasda gap. Ana shuni tushunib yetish kerak. U agarki qalbingizda o'sha muhabbat, o'sha rohat, namozdan hosil bo'ladigan farog'at hosil bo'lsa, tamom, sizdan baxtli inson yo'qdir dunyoda. Shu qadar namoz. Uni yetarlicha o'ziga munosib ta'riflashga meni tilim ojiz.